Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bizlarni kuzatib turgan aka-ukalar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati Paxtaobod tumaniga olib kelib ustunovka qilib berdik. Bu darvozamiz o'sha trenddagi darvozalarimizdan afsona darvozamiz. Materiallari akalar, listlar 1.8 list, 2 qavatli shumkali, ponni qalin shumkali darvozamizdan. Profillari 6x4. Stroykamiz 8x8, tevalari ham 8x8 akalar. Pastiga chivillar qo'yib berdik. Zamogimiz shu zubur zamok. Shumkali akalar, mana ortiqcha nimasi yo'q. Qalin darvozamizdan. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.250 ming so'mdan olib kelib ustunovka qilib berdik. Darvozamizni mana orqa taraflarini ham ochib bekilishlarini ko'rsatib qo'yamiz akalar. Endi uchalarimiz yopilishlari mana yengil ochilib yopilaveradi akalar. Akalar, darvozamiz orqa tarafi. Kreskasi shu garantiyali devo kreskalardan olib ko'rsatib berganmiz. Akalar, darvoza kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida, biz ustaxonamiz. Dastavka ustunovkasi ichida 1 kvadrat metrini 1.250 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. 2 qavatli shumkali darvozamiz. Darvozalarimiz 500 mingdan 2 millionga bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar.